Assalomu alaykum Lors kanali obunachilari. 2026-yilda bir xona uyni noldan chiroyli qilib mana shu holatga keltirish, remont qilish, abuy qilish nech pul bo'lyapti, narxlarni yoritib beramiz. Hozirgi kunda ustakalarimiz bitta Fayzli xonadonimizda chiroyli qilib abuy xizmatlarini bitirib berishibdi. Bitirib like bosib turasizlar, ustakalarimiz nima xizmatlar qilishadi, qayerlargacha xizmat qiladi, undan tashqari mana shu xonamizga qanchalar sotib ketgan chiroyli qilib ma'lumotni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Vohid aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'sha trenddagi ustakamiz dolasa ko'plab obunachlarimizda xizmatlarni qilib berdingiz. Xudo xolasa qilib beryapmiz hammasi. Hozirgacha. Aha. Dolsa navbatdagi Fayzli xonadonimiz ham bitdi, to'g'rimi aka? Xudo xolasa chiroyli qilib bitirib oldik, inshaalloh. Zo'r. Qanday holatda topshirishgan aka uyda egalari? Bu yoq shikatorka bo'lgan edi. Aha. Gips kartonlar bo'lgan holat edi. Undan keyingi holatlar bizni qo'limizda o'tdi, Xudo xolasa. Demak, cho'rni holatdan chiroyli qilib mana shu holatga olib keldilar. Xudo xolasa. Zo'r. Pollar qoqilgan. Pollar qoqilgan edi. Bu yerda endi svet montajlarini qildik. Bu yerga asbishina svetlar qo'yib berdik. Tegalari, aboylari, bu yoqqa PVF panel yopishtirib berdik. Zo'r. Nima xizmatlar qilamiz aka bundan tashqari? Biz pol, patolog, aboy, travertin, tashqariga bo'ladigan travertin burchetgan qilinadi. Uyda ichkarida bo'lsa, kafellargacha qilib beriladi. Svet montajlari ham xudo xolasa. Demak, cho'rni holatdan patkulcha remont qilaveramiz, to'g'rimi? Qilib beriladi, xudo xolasa. Zo'r. Bu xonadonimizga xudo xolasa aboy ishlarni, aytib o'tilgan ishlarni qilib berdik. Necha xonamiz bo'lgan aka? 3,5 metrga 5 metrlik o'rtacha zal desak ham bo'laveradi, kichikroq. Zo'r, o'rtacha. Misol uchun spalniy bo'lgan, to'g'rimi aka? Bu yer o'zi hozir ham yotoqxona. Yotoqxonaga mo'ljallangan. Bu yerimizga telezona bo'lgan aka. Telezona qilib berildi, xudo xolasa. Zo'r. Qanday mahsulotdan foydalanilgan aka? Bu yerga PVF paneldan foydalanganmiz. Bu yog'iga taroq o'zini tarog'idan foydalanganmiz. Zo'r, chiroyli chiqibdi. Yangi chiqqandan shekilli, to'g'rimi? Bu yangi chiqqan, bu o'zi buni fasoni bambuk panellar yopishtiryapti. Hozir bu endi PVF panelga ham xudo xolasa mana shu dizaynda chiqibdi. Yangilik qilib berdik, xudo xolasa. Zo'r. O'rtacha mana shuni qanchadan oldingi aka narxi? Buni 180 ming so'mdan bir donasini oldik, 3,5 kvadrat atrofida bo'ladi. 120. Nechta ketdi bu yerga? Bu yerga ikkita dona 180 mingni olganmiz. Tarog'ini donasini 50 ming so'mdan olganmiz. Bu yerga 6 dona ketdi. 6 dona ketdi. Kley qandaydan ishlatildi aka? Kley titan kley bor, tomchi kley, o'sha yaxshi kley. Shundan 7 ta dona ishlatganmiz. Общий hamma joyiga. Zo'r. Buni fasollari ko'p, to'g'rimi? Fasollari turli tuman. Bu yerda egasini xohishiga qarab berilaveradi. Lekin mana shu ham zo'r chiqibdi. Mebelni svet bo'lib turib, skromni. Mebelni svet bo'lib, xudo xolasa chiroyli. Zo'r. Xo'sh, aboydan oldin net sloy shpakilovka tortildi aka? Aboydan oldin bir sloy gruntovka berib, 2 sloy shpakilovka tortib, devorimiz yaxshi holatda ekan, agar notekis bo'lsa, 3 sloy tortamiz. Tekis bo'ladigan bo'lsa, 2 sloy tortilaveradi. 2 sloy tortiladi. Eski devorlar bo'ladigan bo'lsa ham qo'yib berilaveradi, to'g'rimi? Eski bo'lsa, ko'chirib, tushirib, boshqatdan qilinaveradi, xudo xolasa uni. Zo'r. Patologiya ham aboy bo'lgan. Patologiya ham xudo xolasa Atacento fasonda aboy qilib berganmiz, oq rangdan foydalanganmiz. Bu yoqlarga o'sha lenta qo'ydik, xudo xolasa dizayn bo'lishligi uchun. Zo'r, chiroyli chiqibdi lekin. Undan tashqari Neklosko deymi, qana deydi, shunaqa fasonda ham qilib berilaveradi. Berilaveradi. Farqi yo'q, remont bo'lsa bo'ldi. Atacento bo'ladimi? Farqi yo'q, qilib berilaveradi. Uyda egasi qanaqa nima xohlayotgan bo'lsa aytsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha qilib berilaveradi. Zo'r. 1 kvadratini qanchadan yopishtirib berdik aboyimizga? Buni aboyda 1 kvadratini o'zimiz shu rayonda hozir 45 ming so'mdan yopishtirib berganmiz. 45 ming so'mdan yopishtirib berilgan. Necha rulon aboy ketdi? Bu yerga 5 ta rulon aboy olganmiz. Patologiya bilan. Yo'q, patologga 2 ta dona ketgan. Devorga 4 ta ketgan. Demak, 6 rulon. 6 ta dona общий patologiya devorga ketgan. Zo'r. Xo'sh, buni yopishtirib berish aka 1 kvadrat. Buni yopishtirish 1 kvadrati 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Po'kaklarimiz? Tiyagalarimiz 1 metri 15 ming so'm. Yopishtirib berish. 15 ming so'm yopishtiriladi. Buni xudo xolasa cho'tkada qilganimiz yo'q, apparatda sepganmiz. Choklarini ham iloji boricha bildirmasdan chiroyli qilib berganmiz. Zo'r. Patologimizga bo'yicha aka? Patologimiz ham shu 45 ming so'm. 45 ming so'm. Bir xil ketaveradi. Aboy narxi bir xil. Misol uchun, devorga qandaydir gullilar bo'ladi. Hozir bunimiz choki bilinmaydigan ekan. Gulli aboy bo'ladi, Atacento bo'ladi, farqi yo'q, aboydan. Farqi yo'q, aboy zoti borki qilib berilaveradi o'sha. Aboy bo'lsa bo'ldi. Farqi yo'q. Hozir bunimiz qanday aboy bo'lgan? Supermoshimi? Bu supermoshi, materiali yaxshi, Buni o'zimiz o'sha Farg'onadan, shahardan olib keldik. Yaxshi o'zimiz ham ishlatib ko'rdik, yaxshi ekan material. Ruloni qanchadan olindi ekan? Buni 110 ming so'mdan oldik. 110 ming so'mdan ruloni olindi. Zo'r. Общий necha kvadrat bo'ldi aka aboyimiz? Aboymi? Hop 60 kvadrat olingan aboy, 50 kvadrat atrofida ishlatiladi-da. Bitta rulondan baribir 2 kvadrat chiqadi, baribir. Zo'r.
Xo'sh, aka, mana shu xonadonimiz, mana shu xonamiz bir xona. Расходi qancha bo'ldi? Materiali. Materiali hop, общий bu yerga svet qo'yganmiz, ashushenaga lyustra qo'yganmiz. Общий hammasini hisoblaganimizda bir 2 million 800 ming so'm atrofida pul ketgan. Расход ketdi. Ozgina plus minus bo'lishi mumkin. O'sha kileylari-yu, Shpaylovkalari, hamma narsa. gruntovkasi. TV zonamiz. O'sha chorniy holatdan mash holat bitgungacha bizni qilingan ishimizga oid 2 million 800 ming so'm ishlatilgan. Plus minusda. Ozgina plus minus bo'ladi. Usta puli qancha bo'ldi aka? Usta puli 3,5 million so'm bo'lgan. 3,5 million so'm bo'lgan. 3,5 million so'mning ichida bu yoqlarga o'sha noldan kabel tortib kelib, svet tushirib berganmiz korobkadan. Bu konditsionerga nima qo'yib ketganmiz, razvedka, lyustralarni qo'yib berganmiz, hammasi shuni ichida. Zo'r. Demak, 3 million, 3,5 millionga plus 2 million 800 ming so'm. Общий 6 million 300 ming so'mga mana shu chorniy holatdan mana shu holatgacha usta puli, materiali hamma narsasi bilan bitgan xudo xohlasa. Zo'r. Buni misol uchun rasxodini kamaytirishda ham imkoniyati bor, rasxodni qo'yishda ham imkoniyati bor, to'g'rimi? Albatta. Materialda ozgina skidkadagi aboylar bor. Olinsa agar u ancha arzonlashadi. Agar endi neoklassika qilaman deydi, ramka qilib bering deydi yoki patologga aboy emas, atachin to'qib bering deyish mumkin. Unda narxi o'zgaradi. Narxi o'zgaradi. Materialida ham, xizmatida ham o'zgaradi baribir. Zo'r. Xizmatlar qayerlargacha? Xizmatlar butun O'zbekiston bo'ylab aloqa qilaveradi. Xohlasa Qirg'izistonlarga ham o'sha telefon qilishyapti. O'tgangi videoyimizda Qirg'izistonga ham chiqib keldik. Zo'r. Xizmatlar bir xil ketadimi yoki bo'lmasa xizmatlar hozir Farg'ona viloyat Bog'dod tumaniga mana shunaqa 45 ming so'm. Misol uchun Andijon, Namangan, Toshkent vohalarga yoki bo'lmasa Qirg'izistonga chiqsa o'zgaradi. Ob'yomga qarab, devorlar yaxshi holatda bo'lsa, ob'yomimiz ko'proq bo'lsa, narxi o'zgarmaydi. Agar ozroq bo'lsa, bizda ovoragarchilik bo'lib qolishi mumkin, devorlar ozmoz notekis bo'lib qoladigan bo'lsa, narx qo'shilishi mumkin. Demak, telefonlashiladi. Telefonlashiladi. Holat uyda holatiga qarab, ob'yomga qarab kelishilaveradi, to'g'rimi aka? Mana shu uyda holatini qanaqaligini aytdim, misol o'zi uchun tushunib olaveradi, 45 ming so'mdan qilib berganmiz. Zo'r. Xo'sh, akalar, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Biz kanaldan chiqqanlarcha ozgina skidkalar bor. Skidkasini qilib beramiz. Biz chiroyli qilib beryapmiz. Hamma ishlarimizni mana shu Eldorbekda kanaldan telefon qilishyapti, qilib beryapmiz inshaalloh. Xo'sh, akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Ustakamizga bemalol aloqa chiqarsizlar. O'zimizning mahalladan, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'idan, xudo xohlasa 12 ta viloyatga chiroyli xizmatlarini qilib berishadi. Zo'r, aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat, charchamang. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bittadan like bosib, mana shu videomizda uyni remont qildirmoqchi bo'lgan, undan tashqari qurilish qilyapti turgan do'stlaringga jo'natib qo'ysalaring, albatta ko'pchilikka foydali, manfaatli bo'lib qoladi. Xizmatlari 12 ta viloyatga kelishilgan holatda, albatta Eldordan chiqdim deysizlar, chiroyli narxda skidka, bonuslar bilan qilib berishadi. Bittadan like bosib, tanish bilishlarga, gruppalarga jo'natib qo'yaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Bemalol aloqa chiqarsizlar, xohlagan fasondagi remontlarning chiroyli narxlarda skidkalar bilan qilib berishadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.